Assalomu alaykum, sog' salomatmisizlar? Kuninglar xayrli o'tsin. Tutayotgan ro'zanglar Alloh dargohida qabul qilsin. Yangi kirayotganlarga ismim Ziyoddin Mahmudov. Xo'sh, Antinevroz kanaliga xush kelibsizlar. Marhamat, videolarimizni yoqayotgan bo'lsa, albatta qo'ng'iroqcha tugmasi, like bosib, kommentlarda o'z izohinglarni, o'sha nimalarni, fikringlarni bildirsanglar bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz nevrozdan qutulishmasdan kelinglar. Nevrozni plyus taraflari bo'ladi-ku, shu haqida gapirsak. Qisqasini aytganda, nevrozga motivatsiyasi. Kunlardan bir kun o'tiribsiz, televizor ko'rib yoki do'stlar davrasida o'tiribsiz. To'satdan sizga nevroz bilan bog'liq muammo kelib qoldi. Panический ataka. Inson o'sha payt ikkita yo'lda qiynaladi. Birinchisi yomon xayollar bilan, men tanamga bir balo bo'ldi degan. Xo'p, deylik, qiynaldingiz, boshqa bo'ldi. Oradan 2 yil o'tyapti, 3 yil o'tyapti, qanaqadir yoqmaydi, har xil simptomini ko'rib bo'ldingiz. Hop, bular minus tarafi deb qabul qiling. Hop. Plyus tarafi qanaqa? Ko'plar aytadi, oldingi holatimga qaytamanmi? Oldingi holatingizdan qaytangi yaxshi bo'lasiz. Ishonavering. Oldingi holatingiz faqat stress bilan katta bo'lganingiz uchun sizga o'sha paytlar nima deydi? Deylik, bugun nevroz bo'lib qolgan odam o'tgan kunlarini eslab qoladi-da. O'sha kunlarim yaxshi edi, bo'lmagan gap. Naborot, o'sha kunlaringiz o'zi siz aziyat chekib kelayotgan bo'lgansiz. Deylik, ugri chiqadi har birimizga. Ugri chiqadi. O'sha ugrida boshida chiqayotganda, misol uchun tep ketib qolsangiz, og'ruv bo'ladi, bilasizmi? Butun mana shu yarim tarafingiz og'rigandek. Hop, u holat pishib olgandan keyin tegsangiz ili o'zi tushib ketish ehtimoli bo'ladi. Unda og'ruv his qilmaysiz, to'g'rimi? Lekin insonni fe'li, insonni xarakteri, insonni shu sotsial holati, dunyo qarashlari polnust o'zgaradi. Ya'ni iCloudga tushib qolgan telefoningizda programma qilib beriladi, tushunyapsizmi? Bu yerda tushunib olinglar. Nevrozni oxiri nimadir bilan yakunlansa-chi, ya'ni jinnilik bilan yoki o'lim bilan yoki qanaqadir fantaziyalar bilan ega bo'lgan inson shu narsani albatta o'ylaydi-da. Yo'q, nevrozda bitta dona yo'li bor. Xohlasangiz, men hozir tushuntirib beraman sizga. Finish deylik. Mana finish masalan. Mana nevrozni boshlanishi. Mana finish, to'g'rimi? Tugashi deylik. Bu yerda bitta yo'l bor. Baribir ko'nikib shu narsadan chiqasiz yoki butun umr shu holatda hech narsa qilmasangiz ham sizga hech narsa bo'lmagan holatda yashab ketishingiz mumkin. Masalan, endi nima deydi? Olma pish og'zimga tush deydigan insonlar bo'ladi-da. Hech narsa qilmaydi, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmaydi degan. Ozgina inson qiziqish kerak. Ya'ni xohlang xotirjam maqsadlarga bundoq erishib ketsangiz bo'ladi. Misol uchun finishga, ya'ni kognitivno-поведенческий psixoterapiya da stressga bardoshli bo'lish, simptomlarni qanaqa yengish. Xullas shunaqa qilsa keyin o'tib ketsangiz bo'ladi. Xohlang isterika qilib, men jinni bo'laman, men o'laman, boshqa bo'laman, to'satdan keyin o'zingizga kelib qolishingiz. Endi to'satdan desam noo'rin bo'ladi, noto'g'ri bo'ladi. Ko'nikib hosil bo'lasiz, уже все, men уже tushundim deysiz, bu narsa hech narsa qilmas ekan deb. Endi men sizlarga yana bitta yangilik aytib o'tib ketaman. Ko'p insonlar пограничение личностного расстройства deydi. Ko'p psixoterapevtlar ham aytadi bu gapni. Ya'ni katta ruhiy buzilish bilan kichkina ruhiy buzilish o'rtasida deb gapirishadi. Men shunaqa narsaga qo'shilmayman. Bu narsa yo'q deb bildim va isboti bilan aytib bera olaman. Qaranglar. Menga 67 yoshli amaki telefon qildilar. Xullas, deydilar, o'lib qolishdan ham qo'rqqanman, jinni bo'lib qolishdan ham, hammasini aytib beryaptilar. Menga bularni konsultatsiyaga yozilib, bir nimadir yordamim kerakmi desam, menga maslahat berib telefon qilyaptilar. Qaysi ma'noda? Yoshlari katta, albatta men maslahatlarini olishga men любой время tayyorman, yoshi katta insonlar. Bu narsada bilasiz, izlanaverasiz. Xo'sh, menga aytayaptilarki, mana shunaqa bo'lgan.
shu YouTube'da chiqargansiz, mana shu aytib qo'ying, xavotirga o'rin yo'q. Lekin nisbatan qiyinchilik bo'lgan deb aytib beryaptilar-da. Men bir savol berdim. Jinnilik deganda nimani tushunasiz dedim. Gapirmang, ancha qo'rqib yurganman deyaptilar. Ular 33 yoshlarida bo'lgan ekanlar nevrozda. Eng qizig'i necha dedim? 67mi, 66 yoshli amakilar Andijonda. Aytib beryaptilar, mana уже все нормальный. Xavotirga o'rin yo'q. Misol uchun. Endi yana bitta narsa, jinnilikni qayerdan alomati bo'ladi, qayerdan bilsa bo'ladi? Masalan-da, deylik, bu narsani asosan baribir genetikaga qaraydi. Shu xolos. Bu yog'iga Allohga tavakkal qilib, xotirjam, har bir narsaga stress qilmasdan xotirjam yashasangiz, bu уже sizni yangi, eski deylik, nevroz xarakterdan yangi xarakterga ko'chirib berayotgan bo'ladi. Ana kompyuterdan kompyuterga, papkadan papkaga narsa tashlasangiz, bundoq o'tib turadi-ku. Xuddi shunga o'xshagan narsa. O'shaning uchun nevroz bo'lganinglar bilan tabriklayman. Endi bo'lgan insonlar, sizlar cho'chib ketmanglar. Hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi joyida bo'ladi. U qo'rqib, o'zingizni qiynagangizdan foyda yo'q. Undan ko'ra shu aytilgandek xotirjam harakat qilsangiz bo'ldi. Xo'p, sizlarga yana 3 dona maslahatim bor. Men Telegram gruppa ochmaganman, chunki misol uchun ikkita odam bir-birini simptomini gapirsa, bir kun yoki yarim kun yengil tortadi. Ertasi kuni buni simptomi bunga, buni simptomi bunga o'tib qoladi. Ya'ni o'ylantirib qo'yadi. O'shaning uchun shu narsadan men tark etganman. Iloji bo'lsa, mayli kanallarda a'zo bo'linglar, boshqa qilinglar, gruppada, Telegramlarda a'zo bo'lib olinglar, lekin simptominglar haqida birovga hech qachon gapirmanglar. Mutaxassisdan tashqari. Xo'p, ikkinchisi, Google'dan misol uchun katta ruhiy buzilish, qanaqa alomatlari yoki nevroz o'tib ketsa nima bo'ladi, yoki qanaqadir yurak bilan og'rigan nimadir nevroz o'z davosi bormi degan narsalarga boshinglarni qotirmanglar. Hammasi yaxshilikka, hammasi sog' salomatlik uchun bo'ldi. Deylik, nima deydi? Bir avtomobilda ketyapsiz. Bir tezligingiz 160, 170. Ketyapsiz, oldingizdan mashina chiqib qoldi, masalan. Ili furan tagiga kirib ketib qoldi shu mashina, avtomobil. Uni natijasida insonda misol tormoz olishga uspet qilgandir. Deylik, 120 da kelib urdi. 160 da ketayotgan odam 120 tormoz bosib urdi. Unda bilasizmi, nima chiqib keladi? Pufechadan zashitniy chiqib keladi. Misol uriladi, latiydi, qosh ko'zi qatidir sinadi, lekin ahvoli o'limgacha bormaydi. To'g'rimi? Nevroz ham xuddi shunaqa narsa. Sizni ham himoya mexanizmingiz ishlagani uchun sizga yomon xayol, yomon o'y xayollar, fantaziyalar, shularni eplolmaganingizdan keyin ko'chaga chiqa olmaslik, qo'rquvlar, fobiyalar, balobatlar hammasi boshlanib ketadi-da. Uni hop, endi ko'chaga chiqa olmadim, o'tirishlik u noto'g'ri. Chiqish kerak, harakat qilish kerak, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Fikr kelyaptimi? Bu fikr hammaga keladi. Prosta siz ishonchingiz yo'q shu fikrni to'g'rilashga. O'shaning uchun qiynalasiz. Bu narsa sizga reaksiya berib, sizni qaysidir ma'noda avtomatik tuzatayotgan ham bo'ladi. Endi ozgina harakat qilsangiz, bu narsa qo'shiladi. Xuddi mana bu zashitnikka o'xshagan narsa. O'shaning uchun nevrozi bor odam yoki nevroz endi bo'lgan odam yoki nevroziga bir 485 ming yil bo'lgan bo'lsa ham, masalan, qo'pol qilib aytganda, hech nima bo'lmaydi, hech narsa qilmaydi. Xudo xolasa ozgina harakat, Allohdan barakat.